yo'q deyishni o'rganing. Kimgadir yaxshilik qilishni yoki ibodatingizni ertaga boshlarman deb qoldiryapsizmi? Yo'q deng. Har bir kunim g'animat deb kurashing nafsingiz bilan. Dushmanni tashqaridan qidirishni hojati yo'q-da. Ichimizda shayton bor. U siz bilan bizga uxlasangchi, hali hayot oldinda-yu ulgurasan deydi. Yo'ldan urish uchun turli makrlarni ishlatadi. Yoki bo'lmasam qo'lingizga endi bir kitobni olib bilim olay desangiz, telefoningni qo'lingga ol deb chalg'itadi. Uni gapiga kirdikmi? Tamom, tuzoqqa tushdik. Keyingi etap ikkilanish. Masalan, ehson qilishni niyat qildingiz. Niyatingizga yarashasini ham berdi Alloh taolo. Shu joyda nafs nima deb qulog'imizga shivirlaydi? O'zingga ham pul kerak-ku. Undan ko'ra falon kamingga ishlatgin deb xayrli amaldan qaytaradi. Quloq soldingizmi? Bo'ldi. Ehson ham yo'q, o'sha pul ham bebaraka ishlanadi ketadi. Ko'ryapsizmi? Shaytonning gapiga o'zimiz kiryapmiz. Demak, biz o'zimiz unga kuch berib qo'yapmiz. Bizni tushkunlik va noshukrlikka yetaklovchi har bir negativ hislar uni qilmishi, ya'ni qalbda nafrat bormi, shubhalanish bormi, qasos o'ti, ikkilanish, dangasalik, zino, o'g'irlik, g'iybat, bular barchasi siz bilan bizni Robbimga qarshi qiladigan hislatlardir. Uni qahriga duchor qiladi. Bejiz o'zini yenggan inson g'olibdir deyilmaydi-da. Qalbingizni Rahmon egallasin, shayton emas.